Toshkent shahar Bektemir tumanida Food City bozordan 2 kilometr uzoqlikda yana bitta lokatsiya Bektemir GAI. Bektemirga qarab o'tadigan Food City bozoriga o'tadigan joyida. Yana bitta orientirimiz Ahmad Naz restorani. O'shani yonida ro'para qarshi tomonida 15 sotka joylashgan uchastkamiz sotuvga chiqqan. Narxi $120,000. Ozgina kami bor, joyida gaplashamiz. Egalarning telefon nomerini yozib beraman. Savdolashib gaplashaverasizlar. Mana fasad o'zi 10 metr. Ikkinchi liniya. Uyimiz to'rt burchak. Chiroyligini xohlagan narsani, xohlagan qurishinglar qilsanglar bo'ladi. Sklat qilib foydalansanglar ham bo'ladi, xolodilnik qilib foydalansanglar ham bo'ladi, yoki 2 etaj, 3 etaj dom qursanglar ham bo'ladi. Xohlaganinglarni qilasizlar. Albatta bu o'zingizlarning imkoniyatingizda, xohishingizdan kelib chiqqan holatda. Telefon egalarning telefon nomerini yozib beraman. Telefon qilinglar. Sizlar bilan Matlar Akmal. Profilda bundan boshqa uylar ham bor. Aytgancha menda 2,5 sotkka 2 ta xonali uchastkam ham sotilyapti. Narxi $35,000. Ham bop ulgurib qolinglar. Uyni sizlar profildan ko'rasizlar. Sizlar bilan Matlar Akmal. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Reklamamiz tekin aytgancha.